Xayrlı kun o'quvchilar, hozir praktikal ishga ko'shik. Narsa ul tablitsa protsessori. Javob: elektron tablitsalar bilan ishlash uchun belgilab qo'yilgan amaliy programmalar tablitsa protsessorlari deb ataladi. Yaxshi. Ikkinchi so'rov. Tablitsa ko'zonaklari nechik ismlanadi? Ko'zonaklarda nendek ma'lumot saqlanirga mumkin? Tekshirik. Şahmat taktasındagi kabi har şahmatga isim, adres berilgan. Isim bo'g'ana ismidan ham yo'l nomeridan turadi deb söylashgan edik. Latin alfaviti 26 harfdan turganlikdan 27 bo'g'anadan so'ng alfavit tartibi 2 harfli belgilar boshlanadi. Ekranda ko'ra olasiz. So'nggi 256 bo'g'ananing ismi 4 rim sifri bilan butamag'iz deb söylashgan edik endi. Demak, ekrandagi isimlarni qarab chiqa olasiz, turli ismli ko'zonaklar bo'lirga mumkin. Yaxshi. Hozir 3-chi so'rovga ko'chamiz. Formulalarni shog'ildiruv rejimi ham qiymatlarni shog'ildiruv rejimi bir-birini narsa bilan ayiralar ekan. Javoblarni tekshiring. 8-2 tablitsasi tablitsalar hisoblovlar algoritmini kuzatirgan mumkinlik beruvchi formulalarni shog'ildiruv rejimida turadi. Qiymatlarni shog'ildiruv rejimida ekranda formulalar bo'yicha hisoblov natijalari ko'rinadi. Siz endi buni 8-3 tablitsada ko'ra olasiz. Bolalar, sizga o'ngishlar tilayman. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.